ishqibozlari bormi? BMW muzeydamiz, Germaniyada, Myunxenda. BMWni juda chiroyli mashinalari bor ekan, hozir shularni ko'rsataman. BMW muxlislarga borib ko'rsanglar bo'ladi mana. BMW i-Tor M60 degan model ekan. Bu yoqda ham zo'rlari bor. Endi Germaniya o'zi mashina sanoatida juda ilg'or, ayniqsa men BMW'ning muxlislari ko'pda. X7 M60i. Mashina muxlislariga borib qo'yamiz deydi blogerlar. BMW Performance Parts. Mashina muxlislariga. O, mana qizilini qaranglar. Vay. Shunaqa gaplar. Qadimiylari ham bor ekan. Ranglari mana matoy. Mana kam uchraydigan ranglar ko'p ekan deb aytdi qarang. Choko deydimi? Robot ko'rib правый сучку тоже. Eski model. Sheriklarim qolib ketdi, endi ko'raman deb nima qilib. Mini muxlislar uchun mana hamma yoqda. Mini muxlislari ham ko'p ekan. Bunga nima deysizlar? Mini klassik. Hindlar bu yoqda qiziqishyapti. Mini cabrio. Kabriolet formasi shekilli. O'lchilamagan biz. Yo'q, endi kichkina modellar ekan. John Cooper Works. Qo'piligi ham antiqasi ekan. Boshimga tushyapti. Hadi shuncha yuribdi mana. Ha, biz do'stlarimiz qayerda qoldi? Bunaqa gaplar. Mana do'stlar, mana bu BMWning eng qimmat modeli. 70 dona chiqarilar ekan, shu boyvachchalar, Dubay shahzodalari, amirlar deydimi, shular sotilar ekan. 500 ming yevro. 500 ming yevrolik mashina. Bu qo'lda yasaladi deydimi, nima deydi? BMWning muxlislari buni qadriga yetib to'rt yoqib olsa kerak buni.
Ha, qarang. Go'zalligini qarang. Juda qimmat. 500 ming yevroni kichkina pul emas-da, bitta mashina uchun. Lekin pul ko'plarga bu pul emas. BMW muxlislariga jo'natib qo'yamiz. Ana qimmat mashinani 500 ming yevrolik mashina.